Vaqtni to'g'ri taqsimlash qanchalik muhim? Judayam muhim. Agar siz vaqtni to'g'ri taqsimlay olmasangiz, nafaqat biznesda, hattoki oilangizga ham umuman vaqt ajrata olmay qolasiz. Men sizlarga hozir o'zim 8 yildan beri ishlatib kelayotgan texnikamni o'rgatib o'taman. Oqibatroqi har kuni men bloknot tutganman. Har kuni ertalab uyg'onganingizdan keyin 7:00 da choy ichaman, 7:30 da bolalarni maktabga jo'nataman, u qilaman, bu qilaman deb hammasini soatma-soat. Chunki siz o'zingizni kir yuvish vaqtingizni, sipirish vaqtingizni, pol yuvishni hammasini siz vaqtini taqsimlay olasiz. Aynan mana shunday qilib siz vaqtlaringizni taqsimlab yozib chiqishingiz kerak, faqat 22:00 gacha. Chunki 22:00 dan keyin miyani biz faqat majburlaymiz ishlashga, u ishlamaydi o'zi aslida. Unumi bo'lmaydi demoqchiman. Shundan ekan qizajonlar, demak 22:00 gacha biz ertalab voqli turgan holatimizda yozib olamiz va shu plan reja bilan biz ishlarimizni sarhisob qilamiz. Kun davomida mana shu ishlarimiz bilan yuramiz. Ya'ni rejamiz bilan, расписание deymiz, расписание bilan yuramiz. Bir marta bo'lsa ham, bir hafta, bir marta emas, bir hafta aynan mana shunday reja bilan ish qilib ko'ring qizajonlar, vaqtingiz qanaqa unumli bo'layotganini bilasiz. Endi shu joyda savol tug'iladi, mabodo 22:00 gacha ulgurmasamchi, meni miyamda bir dunyo ish bor, qilaman degan, lekin afsuski yozganimda yetmayapti desangiz, muhim va muhim emas ishlarni ham ajratib olishni o'rganasiz va siz albattaki birinchilardan bo'lib, hattoki xayolingizda yozmasdan turib, birinchi o'rinda muhim ishlaringizni qilib olishni o'rganasiz. Bu esa sizni vaqtingizni juda ham tejaydi. Shu joygacha keldingizmi? Demak, siz menga obuna bo'lishga majbursiz va albattaki bu videoni o'z vaqtini yaxshi rejalashtira olmayotgan do'koningizga jo'natib qo'ying.